Assalomu alaykum azizlarim, yaxshilar, siz salomatmisizlar? Hammanglarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr hammanglari. Kommentariy yozayotganlardan minnatdorman. Har biringlardan javob qaytara olmaganim uchun uzr so'rayman. Ozgina vaqtim bo'lmaydi. Lekin hammanglarnikini o'qib chiqaman. Hammanglarni yaxshi ko'raman mana. O'zimga o'xshagan samimiy insonlar meni kuzatuvchilarim. Ruhimga o'xshash insonlar kuzatadi meni. Azizlarim, shunaqa ochirim qilgim keldi. Hozir yaxshi energiyadaman, kayfiyatim yaxshi. Shukronalik energiyasidaman men bugun. Holatingizni, bugungi sizni holatingiz qay holatda? Shunaqa ochirim qilgim keldi bugun. Qani ketdik. Sizni hozirgi energiyangiz qanaqa? Sizni hozir ruhiy holatingiz qanaqa deb ochirim qilamiz. Hozirgi holatingiz nimadandir shubhalanib turibsizda, yo munosabatda yo ishda nimadandir shubha bilan turganligingiz. Balki bu ichingizdagi shu narsani bildiradiki, bu karta qarang, bu qo'rquvlar bizi ichimizdagi qo'rquvlar. O'zimizni ichimizdagi qo'rquvlar, shubhalar. Aslida bizda shunaqa shubhalanadigan narsa yo'q. Bizning ruhiy holatimiz. Ozgina pul tarafdan muammolarimiz borligi, ozgina shu narsa bizni o'ylantirib turibdi. Ya'ni yo pullarimizni qattiq ushlashimiz kerak yoki bizga qanaqadir pul kerakligi uchun shunaqa ruhiy holatimiz hozir shunaqa ozgina tushkun holatda. Ya'ni qo'rquv, shubha bilan qarayapmiz, o'sha pul keladimi, yo'qmi? Yoki sizga shu summa kerakda shu kunga. Shu narsani o'ylayapsiz. Sizga lekin kutilmagan xabar kelyapti, qarang. Siz kutgan pul kelayotgandir, balki siz kutgan xabar kelayotgandir. Bu yaxshi xabar azizlarim, ilohim. Mehnatlaringiz ko'p, mehnat qilyapsiz. Ertayu kech mehnat qilyapsiz, lekin siz xohlagan pul yo'q sizda. Shuning uchun ozgina o'ylovdasiz, qo'rqyapsiz bundan. Chunki siz nimaga qo'rqyapsiz? Sizga pul kerak. Siz o'zingizga yarasha orzu maqsadlaringiz bor, maqsadlarni yo'lga qo'ygansiz. Ya'ni qilishim kerak deyapsiz. O'zingizga yarasha mas'uliyatingiz borligini aytyapsiz. Omad kelyapti sizga. Qarang, sizda bo'layotgan hozirgi hodisalar hammasi taqdiringizga yozilganligi. Yana sizga bu narsa nimani bildiradi? Omad kelyapti sizda. Ya'ni qiyinchilik kunlar ortda qoldi. Siz har taraflama kuchli insonsiz. Ya'ni uddalay oladigan insonsiz. Sizda hamma imkoniyat bor, qila oladigan, o'zingizga yarasha obro' e'tiboringiz bor, karyera jihatdan, mavqe jihatdan o'zingizga ishongan insonsiz, bilimli insonsiz. Hamma narsani qilib keta olasiz, shu ozgina puldan xafa bo'lib turganingiz. Lekin siz bilasizmi qanaqa insonsiz? Har doim tavakkal qilasiz, tavakkal qilib yutib ketasiz. Oqko'ngil insonsiz. Qalbi toza, oqko'ngil insonlarda har doim nimaiki qilsa o'xshaydi. Chunki yaratgan egam qo'llaydi. Toza qalb insonlarni deb o'ylayman har doim. Aql bilan ish qilishga harakat qilyapsiz, ya'ni emotsiyaga berilmasdan aql bilan ish qilmoqchisiz. O'zingiz ustingizda ishlashingizni o'ylayapsiz, ya'ni malaka oshirishmi yoki bo'lmasa anglab yetishmi nimalardir. Sizni farishtalar qo'llayapti yoki yaratgan egam qo'llayapti yoki vaqt. Bu sinovlar, sizni boshingizdan o'tgan sinovlarga vaqt kerak bo'lganligi. Vaqt o'tdi, endi yaxshi kunlaringiz kelayotganligi, sizni yoki ajdodlaringiz ruhi qo'llayapti, yoki farishtalar yoki yaratgan egam qo'llayotganligi. Siz o'zingiz ustingizda ishlayapsiz, nimadir anglab yetyapti, shuning uchun sizga o'sha yordam kuchi kelyapti. Ikkilanmang, ozgina ikkilanishda turibsiz. Nimadir o'rganishdasiz, ya'ni malaka oshirishni o'ylayapsiz, nimadir o'rganish bilan qilyapsiz. O'sha o'rgangan narsangizni sizga pul kelyapti, ya'ni yaxshi daromad kelyapti, pul kelyapti ish tarafdan. Endi munosabatda bizni nimalar kutyapti, qani ko'ramiz. Munosabatda ruhiy holatingiz qanaqa? Nima qiynayapti sizni? Nimadir haqiqat sizni qiynayapti. U haqiqatni bilasiz yoki haqiqatni qidiryapsiz. Oila uchun, ya'ni oila uchun harakat qilib haqiqatni qidiryapsiz. Qanaqa yashash kerakligini yo bir insonni kutib u haqida haqiqatni bila olmayapsiz. Qanaqadir
qo'lingiz bog'liq holatda turibsiz, hech narsaga harakat qila olmayapsiz, yaxshi oilangiz bo'lishini xohlaysiz, yo'lingizda ketyapsiz, lekin oxirini ko'ra olmayapsiz. Ikkita karta chiqib ketdi. Qarang, sizda yo'l bor, sizda harakat bor, lekin oxirini ko'ra olmayapsiz. Maqsadlaringiz bor, shunga yetarli sizda pul yetishmovchiligi bo'lyapti. O'zingiz ustingizda ishlash, ko'p narsani tushunish yoki u insoningiz o'zini ustida ishlashini nimadir tushunib yetishini xohlayapsiz. Bahslashib qoldingizmi yoki tortishib qoldingizmi yoki bahslashishdan qo'rqyapsizmi yana uchrashib? Nimagadir yo'l yo'q deyapsiz. Nimagadir qo'rquvlaringiz bor u inson tarafga. Ya'ni tanganing ikki tarafini, tarozining ikki pallasini teng ko'rmagandan xafa bo'lyapsiz siz. Ya'ni sizni bilmaganligi, sizdan ketganligi, siz yaratgan, yegan, bergan insonsiz, lekin sizni bilmadi. Sizni olib qolishga bu insonda imkon bor edi deyapsiz. Meni bilmadi deyapsiz. Tangani, tarozining ikki tarafini teng ko'rmadi deyapsiz. Bu inson tarafga yo'l yo'q deyapsiz. Nima deydi? Yana qayta ko'rishga, yana shunaqa kunlarni bo'lishiga nimagadir qo'rquvingiz bor. Xohlaysiz shunaqa kunlarni, lekin qo'rquvingiz borligi. Lekin qo'rquvlaringiz qarang, ichki qo'rquv. Siz bu qo'rquvlaringizni yengsangiz, sizda imkoniyat bor, yo'l bor degani. Quyosh kartasi, hammasi yaxshi bo'ladi. Ishoning, ya'ni hayotingizga, kelajagingizga ishoning, qo'rquv bilan qaramang. Qalbingiz og'rigan, to'g'ri. Siz dono ayolsiz, qanaqadir bilimli, dono ayolsiz yoki erkaksiz. Erkakligi ham albatta to'g'ri keladi. Siz har taraflama aqlli, dono ayolsiz, erkaksiz, ya'ni o'ziga yarasha obro'yingiz bor, bilimingiz kuchli, aqllisiz, har taraflama o'ylab ish ko'radigan insonsizlar. Aql bilan ish ko'radigan insonsizlar, har taraflama o'ylab qaror qiladigan insonsizlar. Ya'ni kontrol qiladigan insonsizlar. Adolatli insonsizlar. Chiroyli olib borasizlar, ya'ni har taraflama chiroyli olib boradigan insonlar, ajoyib kartalar, adolatli shaxslar. Qanaqadir rahbar lavozimida ham ishlaysizlar yoki boshqaruvchi lavozimida ishlaysizlar, adolatli boshqarasizlar, sizlarning qo'lingizda hamma imkoniyat bor degani. Hayotingizni yaxshilash uchun hamma imkoniyat bor degani. Siz adolatli shaxssiz. Hozirda lekin keraksiz joyga energiyangizni sarflayapsiz, chunki sizda ichingizdagi qo'rquv, shubhalaringiz sizni qiynayapti. Aslida sizda hammasi yaxshi degan umidsizlikka tushmang azizlarim, harakat qiling, talpining, qiziqishlaringiz baland, sizda qiziqishlaringiz taraf yo'l oling. Oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibdi, lekin sizda qarang. Oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibsiz, go'yoki hech narsa qila olmayotgan holatda turibsiz, lekin sizda hamma imkoniyat bor. Siz qarang, sehrgar kartasi bu nimani bildiradi? Sehrgar kartasi, sehrgarda hamma imkoniyat bor, hamma narsani bila oladi, qila oladi. Xuddi shunaqa imkoniyat bor sizda. Ya'ni hamma narsa qo'lingizdan keladi. Shunaqa kuchli yaratgan yegan tarafdan sizga shunaqa kuch berilgan. Faqat buni anglab yeting demoqchi kartalar. Kuchli insonsiz, har taraflama kuchli insonsiz. Ko'ryapsizmi? Taxtda o'tirgan inson, ya'ni hamma narsani qila oladigan, o'ziga ishongan inson. Ya'ni harakat qiling. Sizda hamma imkoniyat bor degan. Sizdagi qo'rquvlar ichki qo'rquvligi, ko'ryapsizmi? Sizga qanaqa kunlar kelyapti? Har taraflama pul kelyapti, boylik kelyapti, mavqe kelyapti, munosabatda ham yaxshi kunlar kelyapti. Faqat o'zingizga ishoning. Boshlang. Qaytadan boshlang. O'zingizga ishoning. Ikkilanmang degan bo'lardim. Bu qo'rquvlarni yenging. Qanaqadir siz nima deydi? Bu sizdagi ikkilanish, bu qo'rquvlar, ichki qo'rquvlaringiz, qanaqadir shu qo'rquvga yopishib olgansiz, o'zingizdagi ichingizdagi shubhaga yopishib olgansiz. Bu narsadan nimagadir keta olmayapsiz. Bilim oling, o'rganing, o'sing, o'zingizni chalg'iting. Sizga pullar kelyapti, boshlang. Nima qilmoqchisiz? Munosabatdan, nimani harakatdasiz? Azizlarim, harakatdasiz, siz yaxshi natijalarga erishyapsiz. Sizda hammasi yaxshi, faqat ichimizdagi qo'rquvlar, shubhalar. Qo'yib yuborish kerak bo'lgan insonni qo'yib yuboring azizlarim. Nima degan bo'lardim sizlarga? Har bir hayotimizga kelib ketadigan inson bizga sinov uchun keladi. Qaysi biridir dars uchun keladi, qaysi biridir sinov, bizni o'sishimiz uchun keladi.
dushmanlarimiz, raqiblarimiz ham bizga kerak deyman. Nima uchun? Bizni o'stiradi ular. O'stiruvchi, bizni tarbiyalovchi insonlar kelib ketadi hayotimizga. Chin sizni taqdiringizdagi insoningiz bo'lsa, u sizni har qanday holatda ham kechiradi. Har qanday holatda ham sizni tashlab ketmaydi. Shuning uchun ketish kerak bo'lgan insonni qo'yib yuboring deyman azizlarim. Yopish kerak bo'lgan eshigi yoping. Yangi eshik ochilishi uchun eskini yopish kerak. To'g'rimi? Eskini yoping, yangi hayotingizga yaxshiliklar kirib kelsin. Eski ishingizdan kecha olmayapsizmi? Keching, yangi ish boshlang. Boshqatdan boshlang. Kechmas. Hamma narsani boshlashga kechmas. Munosabatda ham ketmoqchi bo'lgan insonni albatta qo'yib yuboring. U siz uchun sinov uchun kelgandir. Ushlab turmang degan bo'lardim.